Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 25 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqi Turkiston sürgün dokumenti Ichki ishlar ministri Abdushukur Samsaq efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Assalamu alaikum. Vatan içi sırtıdaki aziz Şarkı Türkistanlıklar, suyumlik qarindoshlar, hammanglarga Abdushukur Samsaqdan o'tliq salom. Rahmat. Bizning vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligini iroda qilganimiz qulluqdan qutulishni nishon qilganimizdir. Zehniy qulluqdan qutulmaguncha qulluqdan qutulg'ili bo'lmaydi. Zehniy qulluqning ifodalarini hammamiz bilamiz. Xitoyga bo'lgan samimiyatimizni astirdan har turli usullar ifodalab turish buning bir misolidir. Sharqi Turkistonning mustaqillik harakatlariga yaqindan yo'lamaslik buning tipik ifodalaridir. Uyg'oqlar dunyosida degan ulanma yozmalar bilan tanilgan Burxon Muhammad nomidagi yozilgan botirlik va sesib yo'qolish orasida tanlash degan maqolada tuvandagidek xulosa berilgan. Xulosa shuki, o'qimishliqlar sepidagi nupuziga tayinib tasmiliq shalg'utliq tutumini bozor topqizish bilan yo'shirin oldiki rayish fuqarolik sepiga o'tish hodislari millat istiqboli uchun elib aytganda ishchidan qo'ratquchi vaboliq jihatdan farqsiz tutum ijtimoiy illat va marazliklar jumlasidandir deb nihoyatda chiroyli esil xulosani chiqargan. Hamma o'ttirdi ochiq. Bizning qulluqqa jang e'lon qilgan vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun ajr singdirayotgan o't yurak sabdoshlarimiz bor. Abdushukur efendim buning bir misolidir. Xo'sh, Abdushukur efendim o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bugün bana bu fırsatni berganligingizdan hoş buldum. Allah razı olsun. Ben Abdushukur Samsaq, muaciratki qarindoshlarniki ko'pinchisi meni to'nuydi bilib deb qarayman. Men 1972-yil Shayar Naisning Qaylar yezida dunyoga kelgan. Mening dadam ayni davrda So'paxon So'porovga askar bo'lgan. Harbiy askarning o'g'li hisobdaman. Biz kichigimizda dadamniki og'izdan urush hikoyalarini, So'paxon So'porovning hikoyalarini anglab cho'ng bo'lgan. Uni ustiga bizning mahallami Shayar Naisniki Qaylar yezisi, ya'ni Qaylar yezisi tarixdan buyon dinni e'tiqod bilan yashab kelgan insonlar ko'p o'ltiraqlashgan, ham shundaqla dinni o'limalar ko'p chiqqan bir jot. Masalan, buning misoli Molla Alam Axunim, ya'ni 1933'te qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetiniki baş katibi Molla Alam Axunim, aslisi Mehmet Niyaz Axunim, şu bizning mahallik, ya'ni Dushanbazorlik, Qaylar Dushanbazorlik. Bundan boshqa Abduqodir Damollamning toliblaridan Abdulqahar Damollam, Abaydullah Damollam, yani Ablekim Mahsum Damollajamniki sabdishi, savg'dishi Abaydullah Damollam şu bizning vujudda yashagan, ham oxirgi 80-yilniki boshlaridan tortib 1987gacha bizning mahallada madras ochgan. O madrasada 200 dan oshiqroq taliblar tarbiyalangan. O Abaydullah Damollamniki taliblarining bir qismi vatanda shehid bo'lib ketgan bo'lsa, bir nechasi chet elda yashayapti.
Şunda bir mahallede to'g'liq cho'ng bo'ldik. Kichigimizda Xitoyga qarshi ruh bilan cho'ng bo'ldik. Hatto men 28 yosh kirgacha vatanda yashagan bo'lsammi, bir kimligimga erisholmadim. Masalan, meniki Xitoy tarafdan taqitilgan kimligim yo'q. Men maktabliga shu bu yoq mansam NOPS daftarını götürüp mağatdım. Qattiq bämidi zaten mağa. Bir neçə qətim iltifat qılıb baxdım. Baxsam mı? Kimlik alamadım. Toluqsuzun pütügəndən keyin 1988 yıl ben Ürümçiyə gəldim. Ürümçi bir məzgil ticaret bilan şug'ullandik. 1999 yıl 5. ayınki 17, 18, 19 günleri bir namoyish o'tkazildi. O namoyishning sababi Cinsiyet degan bir kitap Lanjudan nashr qilinib ekan. Bundan ham ma'lum xabar bor. Keyin bu Uyg'urchaga tarjima qilindi. Shu kitobga qarshi o'tkazilgan bir namoyish. Bu namoyish Tungallimba atalmış İslam Üniversitesi'ndeki okuvchilarim var Ürümçideki. Şunda bu namoyish 3 gün davamlaştı. Şu namoyishga mening tunji qatim vatanda bir topluma namoyish qatnashganligim bo'ldi, hisoblandi. Bu namoyishda hisobda 150 odam o'ldi deb deyilibdi. Hozir Xitoyniki torbatlardan topilib bo'ldi ekan. Şu namoyishga qatnashganlarni keyin tutishga boshladi bir boshdan. Men shu tutilib ketamanmi deb ansirab yurgan mazgilda bir Patamxon ismli bir hojimiz bordi. Shu vaqtlik NOPS etmedi, Ürümçide vaqt turishdi. Şu NOPS'ga erishgandan keyin herhalde şu hojimizniki qanot ostiga elishi bilan yerda saqlanib qoldik. Ammo shu qatimqi namoyishda oz degandimi 7-8 odamning tutilib ketganligi deyildi. Bundan mening bir yaqin og'inam bordi. O'zi ancha-muncha serik o'yinlarni o'ynab qo'yadigan vatanparvar bir og'inimizdi. U shu namoyishda tutilib ketib, keyin ikkinchi ko'rishamdik. Balkim shu qatimliq namoyishda aytyaptimi, uni surishtisini qilamidik. Shu payt ko'rishamdik. Keyin Ürümçiden ben yana qaytib yutib keldim. Yutib kelib bir mezgil tibobat ve dindim o'qidim, tibobatim o'qidim. Tibobatda milliy tibobatniki guvohnomasini olgandan keyin bir mezgil tibobat bilan shug'ullandim. Qo'shib tijoratni qildik. Şu 1990 yıldan keyin Barın inqilobdan keyin vatandagi vatanparvar yoshlarga mustaqillik o't tutashdi. Tarafdan kichik bo'lsin bir guruh yoki tashkilot nomida nurg'unlagan tashkilotlar, nurg'unlagan kichik guruhlar barliq keldi universitetga. Şu zamanlarda bir aylık, 6 aylık dinli kurslar açılıp tarafta ta'til mezgillerde mesela o'quvchilarni tarbiyaleydigan, hatta bu kelib Ürümçi üniversiteleriga, yezgilik üniversiteleriga qatorliq o'rinlarda tabliq qilinib, nurg'un yoshlarniki islom dinini bilan tanishib chiqishiga sabab bo'ldi. Bir hisobda bir dinni ve milli uyg'unish davrlari deb olsak
desek xatalaşmaymiz. Şu kunlarda bizim nurg'ulg'an vatanparvar qarindoshlarimiz bilan tanishdik, ba'zi tashkilotlarga a'zo bo'lib qatnashdik. Şu jarayonda ba'zi qarshiliklar bo'ldi. Vatanning har qaysi joylarda kichik olsun, cho'ng olsun, Xitoy hukumatiga qarshi qarshiliklar ko'rsatildi. Qo'ldan kelish tirishchilik qilindi. Bundan cho'chigan Xitoy hukumati 100 kunlik qo'g'lab tutish yoki 100 kunlik tor nomida yana bir siyaset belgilab chiqadi. Shu jarayonda 55 kun jami 3 qatim saqchixonada tutib turish o'rnida yotdim. 4-chi qatimga kelgan vaqtida rasmiy tutish buyrug'i chiqaryapti. Şunun bilan chetga qochib chiqdingiz. Chetga qochib chiqdik. Endi hozir mana Shvetsiyada yashayapmiz. Shvetsiyaga 2000-yili 2005-yili 11-ayning 5-i Shvetsiyaga keldim. Kelgan kundan tortib qo'limizdan kelishicha vatan mustaqilligi uchun tirishdik, ammo qisman jihatlarda xato ketgan yerlarimiz bo'libdi. Hozirgacha tirishyapsiz. Yana to'g'ri yo'lni tepib 2015dan keyin yana asli to'g'ri yo'l bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish yo'lida davomli tirishib ketib boramiz. Rahmat. Sizningki o'zingizni tanishtirgan bu ma'lumotlaringizdan biz jiq uchurlarga ega bo'ldik. Sizningki o'zingizningki yurtini, vataningizni nihoyatda yaxshi tushunadigan va nihoyatda to'g'ri tarbiya olgan bir yigit ekanligingiz aniq bo'ldi oldimizda. Bundan keyin bu radiodagi Asad Sulaymon efendimninki bir chatma adabiy axboroti bor, siz to'g'riliq yozgan. Uzunga so'zilgan erkinlik so'zilgan uzoq yo'l degan. Bu maqsadsiz to'g'riliq chiqarilgan, nechaga bo'linib chiqarilgan bir axborot. Buni men ayniqsa o'qigancha qattiq ta'sirlangan. Bugun mana suhbatdan o'ltiribdik. Bu to'g'risida ozroq so'zlab boqamsiz. Bo'ldi, rahmat. Shu bu tutish buyrug'i chiqarilgandan keyingi jarayonni shadan boshlab so'zlab berayman. Qisqa qilib. Shu vatanimizda shu tutish buyrug'i chiqarilgan qatorda men tutish buyrug'i chiqarayotgandan keyin pasport elish imkoni qat'iy yo'q. Bunday imkon bo'lmadi. Bunun bilan mümkünüp yürüşke mecbur olduk. Şu 1998-99 bu arada tutup ketken yaşlarımı köp. Xitoyniki maşina askerleri bilan naynaya vilayet aylandırıp Sharq Turkiston xalqiga qo'qoq silib kechileri zaten şu adamda bir vatanni parçalash bir ideyasi bor deb mada qarab qolgan bo'lsa yoki bu mustaqillik uchun kelgusida bir urush nima bir xatolik tug'dirib qo'yish imkoni bor deb qaragan yoshlarniki ko'pinchasiga tutish buyrug'i chiqaryapti. Tutish buyrug'i chiqarganlarniki asosiyatning 50-60% tutilib ketdi. Ba'zilari ishkir o'lkada tutilib ketdi, ishkirga qochib berib o'sha tutilib qoldi. Ba'zilari ko'pinchasi Urumchi tutilib ketdi. Urumchida cho'ng shahar Urumchiga sig'imiz deb berib o'sha yerda tutilib qolganlar ko'p. Men undaq qilmadim. Men yana da şu özüm çoğun olan nahiye man en tanışlık olandikin koçlarını yollarını nahiye kayada nim bağlığını yaxşı bilgeçke özümniki yurt olan Şahyarda 99
98 8. aydan 99 8. ayda tutuş buyruğu chiqarib etibdi ekan manga. Shundan keyin Aksu viloyatlik tutuş buyruğu chiqaribdi. Viloyatdan bir jip mashinada askar, bir bir jipang mashinada ya'ni bir mashinada yo'q, bir jip mashinada saqchi, bir yük mashinasida askar kelib, barliq tuqqanlarning, qaynotamning uylarini aqtirib, ularga taktis silib chiqib ketdi. Uning xabarini anglab turdim men. Shunday qilib har haftada zaten bir necha qatim tekshirilib turdi. Bizning tuqqanlar, qaynotam degandek, qaynotamning oilasidagilar bo'ldi. Shuning bilan keyin buniki qanday vaqt keldiganligini biroz bildik. Soat 11:30dan boshlab kecha soat 2gacha bo'lgan oraliqda ba'zida 3 kun so'rib keldim shular oraliqda gumonliq deb qaralgan bütün oilalarni bir qatordan aqtirib tekshirib keldi. U yerda onda silliq sipay ishga chekib kirdigan ish yo'q. Ishni tepib ichib kirib, hatto yotqanda uxlayotgan bo'lsa, yotqinni miltiqning uchida qarib etib turib, aniq tekshirgan bir vaqtlar. Shunday kunlarniki necha kechasini men masalan qabristonlikda yo'g'on juni kiyib soat 3:30gacha ashta qabristonlikda o'tirib o'tkazyaptim. Ba'zanda biz ishlangan yaqin aloqalarniki uyida barakat qo'ngan ahvolim bo'ldi. Bir 2 kun turgandan keyin ulim ansiraydi ekan yoki bolalariga vaqirab soladi ekan. Uyda adam bor demanglar deb. Chunki shu uydan tutilib qolsak, uyni qo'shib tütüybenni ekilib, traktorni ekilib. Biz qolgan ahvolni ko'rdikda shohid bo'ldik shunga. Bu yerdan menga tutish buyrug'i chiqarib etishning sababi men bir necha qarindishimizni o'lim jazosiga hukm qilib, keyin oilasiga bergan qarindoshlarimizni turmuqqa yo'qlab qolgan va shundan boshqa namozlari qatnashgan bu yerda biroz xalqni uyg'otish uchun nutq so'zlagan yerlarimiz va ba'zi ishlarga chetlab ketdik ekanmiz. Haqiqatan chetlab qolganligimiz ma'lum bo'ldi keyin. Shuning bilan tutilib qolganlar tortib qo'ydi ekan, ba'zida hamda tayoq qattiq tekkazsa tortib qo'ydiganlar chiqadi ekan, qanaqa qilamiz. Ba'zanlari tashkillanishni bilmagachga tashkillik ilib berilmagan bu faoliyatlarning ko'pinchisi o'ng'aylab pash bo'lib qoldi vatanda. Tashkillik ilib berilganlari hali uzungacha pash olmay qolganlarim bo'ldi. Shunaqa buyruq chiqarilib 1 yil bu yerda aviayo'lakda qechib yurdik. 1999-niki oxiri kelganda biroz uchurg'im erishdik shu Tibet bilan chet elga chiqib ketganlar bor ekan, shu yerda bir yo'l bor ekan degan uchurlik keldi. Uni ustiga shu bizning yurtdan biraylar Tibetga berib, Tibetdan Nepalga o'tib, 6 oy turib, Nepalda yana qaytib bu yerda jon boqmoq intayin qiyin bo'lg'ach, o sharoitga ko'nolmay qaytib chiqib, Tibet turmusida 6 oy turmadi yetib, keyin vatanga borgan biraylarniki ismini angladik. Shundan bir ahvol egalayli deb bir kechada uyga berib, sen qaytda meninglarni bir qator borsang desam dedik, talab qilsak borsam boray deb tasta uni desh. Shuning bilan hamda o vatandan o Tibetga berish uchun yo'lda bizniki rasmimiz bor to'saqda o'tish qiyin bo'lgan bir ahvolda qanaqa qilamiz deb
o'ylab mau terchilik varken terelep ishkirga ter yutkaydi. Şundaq bir terçi bir qarindişimiz bilen paranlaşdyk. Şunda ne iş bolmasa dahiyangiçe apıp koysak boldu dedi. Ter baskan maşinniki şu aldı kısmı, aldı tarafıga yani kepenginin kayniga bir toңnu koyduk. Toңnu içinde oltadık. Mundaq tekşürüşke vaqt üstüge terini da tatıp yep koyamız. Bolmasa işte oçuq dedi. Şundaq qılıp hava kirgide yeri var. Şundaq qılıp o ter baskan maşinni o kadar belki tekşürüp etmedik. Qarab aq tarafını tekşürdükken kepengisiga qaraydigan. Şundaq qılıp dahiyangiçe ekip koydu. Dahiyandan aldın ala biletni elip başqa bir aylanning kimligi bilan şu dahiyandan Lanjoga qarab yo'lga chiqdik. 3 aylan awo burun kelgan qarindishimiz, yana bir qarindishimiz bor deb uning hikoyasini keyin deymiz, uni aytib o'tdik. 2003'te aytib ketdi. Şu 3 aylan yo'lga chiqdik. Shunaq qilib manga o'xshaydigan bir aylanniki kimligini setib oldim. Men shuni ishlatib manga o davrda kimlikni kompyuterga kirdirib davr bo'lg'achqa zaten manga 70% o'xshab qolgan bir aylanniki kimlik uchrab qoldi ta'limga. Shu yerda rizqimiz ko'tarilibdi deb xo'sh bo'ldik. Shu kimlik bilan Lanjoga keldik. Lanjodan Garmo shahriga, ya'ni Abtuzluq. Lanjoga Abtuzluq uyga keldik. Garmodan Lasaga yana Abtuzluq keldik. Yo'lda bir qarindishimizni istitib oldi. Tang'ini o'tganda havoni aytdi. Havo bak yetishmaydi ekan, shu yerda sal simiz yoki biroz ojiz odam bo'lib qolsa istitib oldi ekan. Shuni istitib oldi deydi ekan. Asla havo yetishmaydi. Shunda o'shadan kelgan gap bo'ldi ekan. O qarindishimizni istitib oldi. Allah'ım şöyle ölüp git o'xshaydi deb ansirdik. Yomon taslikda o qarindishimizni Lasaga kelaydigan vaqtda o'shiq keldi. Shuni bilan o Lasa bir necha kun davolangandan keyin eksik keldi. Shu vaqt o'zima bizni qaraganda Tibetda yana erkinlik bor ekan. O kadar qizil emas ekan, ya'ni Tibet tarafdori bo'lib vazifasini ijro qildi ekan. Tibetdan endi siz Nepalga chiqdingiz, shundaqmi? Nepaldan endi ishlayapsiz. Shundoq. Shuni bilan o Tibetda bir mezgil turdik. U yerdan Tibetning chegarasiga berish uchun Tongshinjang deb qo'ydi ekan. Bir xalqaro baza va shu bazaga Tongshinjang bajardik. Tibetda saqchiga biroz pul tashlab. Shuning bilan shu Jamo degan yerga boshqa mashinaga bir 2 xalta üzümni evilib, üzüm satqılı varimiz degan banoda Tibetda bir mezgil turib, bir turgandan keyin Tongshinjangni oldik. Shu Lasadan shu jihozga mashina bilan Jammu Kashmirga qarab Jamo Kashmirga berib u yerda bir 20 kundek turdik. U yerdan bir Hindistonlik tuxum sotadigan tuxumchi bilan tanishdik. Bizden burunma bu bir türküm ballarni o'tkazib etibdi ekan chegaradan. Shireli degan bir necha aylan o'tibdi ekan chegaradan. Shular o'tish jarayonida tutilib qolibdi ekan bular. Keyin biz bordik, shuni bilan bizni o'tkazib qo'ydigan bo'ldi, o yo'lni bildik. Ammo shu yerda Himalaya teg'ining oxirgi nimalar shu yerda bo'g'ashqa o'rmonlik egiz tog'. Shu bazaga bag'ich bo'lgan oraliqda 3 to'saq bor ekan. U nihoyat qattiq tekshiriladigan odamni bir qattiq tekshiryapti ekan. U yerdan chatoq chiqqan bo'lsin deb ash taqqa yamshib, eng oxirgi to'saqdan o'tib ketgandan keyin ondan ash xalqaro bozorga kirdik ekanmiz. Bu ko'rikning yendiki bozor bo'lib, ko'rikning o tarafı Nepalga tava, u yerda cho'nqur bir daryo va nihoyat suv tiz oqadigan
Şu deryada ekip ketipdiken, hazırgacha onunki izlerge yok ham bilmaymiz. Şu ya deryadan ötüme dep ekip ketganligini anglagan, nimaga chiqqandan keyin Nepal chiqqan. A tarafda şu Nepalga, ma tarafda şu Tibet kitaba bir xalqarалық bazarga o Tibet, Hindiston, ma Nepal tarafdan ma ticaretçilik keldiken, ancha ma tarafdan Xitoyning mallari bor ekan. Şu bazarga kelib, o bazardan bir jurnal oldik. Şu nimildeklar Tibetliklardeklar yasidi meni shularning kiyimini kiydim degandek. Hozir shu vaqt munosabat bu hikoyangizni men bir to'liqlab qo'ygan, hozir o'zingizning og'zidan anglatamiz. Shu ashundaq bir javr jafo bilan siz oxiri Nepalga keldingiz, Hindistondan turdingiz, onundan keyin Shvetsiyaga keldingiz. Shundaq. Bu xuddilik amaliyotda bo'lmayotgandek, cho'chakda deyilayotgandek bir xil ahvolda. Onundan keyin bu Xitoylardagi zulmninki bu lager qurilib bizga kelgan emas. O xeli burunlar shunda holat ekanligini sizning og'zingizdan mana jirt-jirtlarni shunda agar gumonliq odamlar chetilib qolsa uyini bostirib o'tirgan shunda holat ekanligini anglatamiz, bilyapmiz mana. Demak, o Xitoylarning zulmi hargizim bu lagerdan kelgan emas. Ba'zanlar lager chiqqandan keyin rasmni ko'tarib chiqib lager deb shunda tushunadi. Amaliyotda biz vatandagi vaqtda bizning butun uchurlarimiz Xitoy tarafdan kontrol qilingan bo'lgandan keyin bizning yurtlarimiz nima ish bo'layotidi uni biz bilmaymiz. Mana sizning og'zingizdan biz bularni anglab, agar siz vaqtimiz bergan bo'lsa, buning ichida yana nurg'un hikoyalar bor, nurg'un odamning aqli yetmaydigan sizning beshingizda o'tgan mushunaq bir jarayonda. Meningcha biz yana bir programma o'rlashtirib, tafsiliy so'zlasak bo'ladi, chunki bu nurg'un odamlarga bir darslik bo'la oladi. Ham bizningki o'zimizning peshidan o'tgan ishlarni bir qur eslab o'tishimizga foydasi bo'ladi. Endi siz bu qitim bizningki Sharq Turkiston sirgin hukumatimizning ichki ishlar ministri bo'lib saylandingiz. Bu huquqning, bu xizmatning salmog'ini tushunamsiz? Albatta, endi salmog'i intayin eg'ir. Amaliyotdan bizning davlatimiz qo'limizda bo'lgan bo'lsa, ichki ishlar ministrliginiki vazifasi, roli davlatniki ichki ahvolni tutib turishda muhim rol o'ynaydi endi. Buning salmoq intayin eg'ir, ammo biz muhojiratda, diasporada sürgünlük hükümetizdeki ichki ishlar ministri saylandim. Shunda olsun hamda qo'limizdan kelishicha barliq tirishchanligimizni ko'stimiz. Ammo men bir necha bu sürgündeki Tibetniki, masalan, ondan boshqa bir necha sürgünlük hükümetniki ichki ishlar, sürgünlük hükümetniki ichki ishlar ministerliginiki vazifasi, roli degandek materiallarni ko'rib baqdim. Endi hammasiniki o'zining sharoitiga yarasha o'xshamaydigan nimalar bor ekan, o'zining bir qurilmalari bor ekan. Bizning hamda o'zimizga tushliq o'zimizniki sürgündeki hükümetiga tushliq qila oladigan ishlarimizni qila olaymi deb qarayman. Ham eg'ir bo'lsa-mu, maqsad qalbdan, yurakdan chiqarib qilsak, izchil bo'lsaqlar, inshaalloh yaxshi qilib keta olaymi deb qarayman. Rahmat, bu oldi bilan sadoqat bilan bo'lgan ish. Ichki ishlar yaxshi tutilmasa, bizningki qilgan ishlarimizning hammasi bekorga mangdi. Biz yo'liq yerdan yo'l ochimiz, tirishimiz, yurakdimiz o't bo'lsa, sadoqatimiz bo'lsa, bu ish yomon yaxshi bo'lib mangdi. Ammo hamma ish plan bilan bo'ladi. Sizningki bu kelgusi 4 yillik tuzgan planingiz bormi? Albatta, planimiz hamda shu sharoitimizga ko'ra shu ishlarni biz qila oladi ekanmiz deb tuvandagidek 9 turlik plan, hem vazifa sifatida
qısqacha bir plan tuzib chiqdik. İnşallah maş boyunca Ichki ishlar ministrligimizniki vazifalarini ijro qilamiz. Birinchi muhojiratdagi vatanparvar, xalqso'yar Sharq Turkiston tashkilotlari, diniy zotlar, ziyolilar va biz muhim deb mushu odam yoki mush qarindishimiz vatan uchun yaxshi bir xizmat qila oladi deb qaragan muhim shaxslar bilan aloqa o'rnatamiz. Oldimizgi 4 yil ichida butun Sharq Turkiston xalqining hukumatimizni e'tirof qilishini va qo'llashini qo'lga keltirish uchun tirishamiz. Mustaqillikni e'tirof qilish uchun. To'g'ri. Sharq Turkiston surgundagi hukumati butun diasporadagi vatan ichki kelgusida vatanga vatan mustaqil bo'lib qolsa vatanni davlatni boshqaradigan bir hukumat bo'lib qurilib mangadi. Shunga har bir Sharq Turkistonlik o'zini Sharq Turkiston surgundagi hukumatining fuqarosi deb e'tirof qiladi deb qarayman. Ham shundoq bo'lishini orzu qilamiz, ham shu vaqtda izlanimiz, tirishimiz ham boyaman mustaqillikni e'tirof qilish uchun debdimi? Besilingan zamin ekanligiga e'tirof qilish uchun. Shundoq. Xatolik qilganmisan. Ikkinchi Sharq Turkiston surgundagi hukumat tarafidan elingan qaror qonunlarni ijro qilish, masalan, bu qatim 1-oyning 19-kunini Sharq Turkiston xalqiniki tunji qatim Amerikadagi bir davlat tarafidan erkak qirg'inchilik uchrayotdi deb e'tirof qilinganligini Sharq Turkiston xalqiniki erkak qirg'inchilikqa uchirgan yoki e'tirof qilingan kuni deb buni bir hukumat tarafidan erkak qirg'inchilik kuni deb bekitdik. Shunga o'xshaydigan to'plam ijro qilingan qonunlarni ijro qilish ichki ishlar ministr tashkillagan millat vakili a'zolar orqali va sirtdan bizga moslashadigan vatanparvarlar bilan hamkorlashib millat vakillarimiz barliq davlatlarda surgundagi hukumatimizning qarorlarining ijro qilinish ahvollarini kuzatib, ko'rilgan masalalarni hukumatimizning taftishlikka yo'llaymiz. Diasporada vatan xainligiga yotadigan jinoyatlarning yuz berishining oldini olishga tirishimiz va oldini olish strategiyasini tuzib chiqamiz. Bu to'lim yaxshi bo'pti. Uchinchi, xalqimiz ichidagi vatanimiz mustaqilligini asliga keltirish uchun irodasi mustahkam, talantli, qobiliyatli kishilar bilan tanishib, qobiliyati va talanti bayqalgan hamon qobiliyatiga va talantiga ko'ra munosabatli ministerliklarimiz bilan tanishtirish, shundaqla munosabatli ministerliklarimizda ishga ilinishga yordamchi bo'lamiz. Masalan, ma'rifda tajribasi bo'lsa yoki qobiliyati bo'lsa, ma'rif ministerligimizga ishga ilinishga yordamchi bo'lamiz. Shunga o'xshagan. To'rtinchi, xalqimiz ichidagi moddiy va ma'naviy qiyinchiligi bor bo'lgan kishilarni tepib chiqish va ularga yordam qilish uchun xalqimiz yashayotgan davlatlarda Sharq Turkiston surgundagi hukumat nomida agar qila olsak darnak qurib chiqamiz, ham xalqimizning qiyinchiliklariga yordam qilishga tirishamiz. Agar bu qiyinchilik har turli bo'ladi, masalan, shu besha kelgan qiyinchilikqa qanchalik yordam qila olsak, shunchalik qilishga tirishamiz. Agar masala ichki ishlar ministrligi bilan munosabatsiz bo'lsa, masalani munosabatli ministerlarga yo'llab ma'lum qilamiz. Masalan, tashqi ishlar ministrligi hal qiladigan ish bo'lsa, tashqi ishlar ministrligimizga yo'llaymiz. Ma'rif ministrligi hal qiladigan ish bo'lsa, ma'rif ministrligimizga yo'llaymiz. Shunga o'xshagan degan gap. Beshinchi, xalqimizni, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning millat sifatida hayot qilishimizning birdan-bir yo'l ekanligiga qoyil qilish
Bu ang birlikni vujudga chiqarish uchun kerak bo'lsa, davlatchilik eng yuqori bo'lgan ustoz, mutaxassis qarindoshlarni taklif qilib, to'rt suhbatda leksiya uyushtiramiz. Biz qila oladigan ishlarning biri ekan. 6-chi Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qarshi tashkilot va shaxslarni aniga olamiz. Tekshirib va tizimlik turg'izib xizmat ishlaymiz, ta'lim-tarbiya beramiz. Bu harakatingiz xato qarindishim, bu yo'ldan qayting deb oldi bilan chiroyli ta'lim-tarbiya qilamiz, paranglashib imkon bor o yo'lidan qaytaramiz. Agar qasddanlik bilan qarshi chiqqanlarni arxivlashtirib saqlaymiz. To'g'ri, to'g'ri. 7-chi muhojiratga Sharq Turkiston xalqining nopusini aniqlab sanab chiqish, arxivlashtirish va xalqimiz bilan hukumatimiz orasida bog' qurishga tirishimiz. Bu ham biroz murakkab bo'lgan bir ish, ham shunday bo'lsa-mu, qo'limizdan kelishicha tirishib, hech bo'lmasa sirtdan bo'lsa bir taqriban bo'lsa bir nopusni aniqlab chiqishga tirishimiz. Buningda hamda ba'zida hukumat o'rinlariga murojaat qilamiz. Shu orqali erishimiz mumkin. 8-chi muhojiratda toplum xalqimiz jiddiy ahvolga duch kelganda taqobil turish choralarini tuzib chiqib, krizis ahvoliga qarab xalqimizga maslahat va kerakli yordam berishga tirishimiz. Masalan, toplum bir deganimizda bir davlatda biz xalqimiz bir yerga yig'ilib qolgan bo'lsa, o xalqimizni bir krizisga qilib qolgan bo'lsa, toplum onunki ahvolini surishti qilib, ularga qanday yordam kerak, qila olamizmi, qila olmaymizmi, bular qanday bu krizisdan qanday chiqib ketamiz degan bu ahvollarda shu yerda qilib qolgan xalqimizga maslahat berib va qo'limizdan kelishicha bir kerakli yordam berishga tirishimiz. 9-chi surgunlik hukumatimizning hukumat ichida intizom o'rnatishga yordam beramiz. Bir hukumat bo'laroq hukumatda degan bir intizom, bir tuzum bo'ldi. Bu tuzum shu ichidagi tuzum ichki ishlar ministrligiga doir bo'lib, shu ministrlikdan bu tuzumni biz o'rnatib chiqamiz. Hozircha shu 9 turlik bir plan va vazifa hisobida shuni tuzib chiqdik. Davomli buning bilan to'xtab qolmaymiz. İşimiz cho'ngaysa, planmi cho'ng bo'ladi. Qancha jiq qila olsak, shuncha planni yana davomli tuzib ilgarilab mangamiz. Rahmat. Naytda inchki plan tuzib chiqibsiz. Siz amaliyotda diaspora va ichki ishlar ministri. Shundaqa. Amaliyotda biz diasporada turib, mush ishlarni qilmoqchi bo'lyapmiz. Ish bak ig'ir, ammo bu ichki ish nozik ish. Dostumuzu bilishimiz kerak, düşmanımızı bilishimiz kerak. Düşmanı tepib chiqish. Bu naytda cho'ng vazifa. Sizga utuq tilayman. Bizning nurg'un ishlarimiz dushman tarafdan, ichimizga xoin tarafdan buzilib ketgan. Shundoq. Bizning kuchli ichki ministrimiz bor deb o'ylaymiz. Hamda siz bu qatim Shvetsiyadagi bizning 19 yanvar Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik xotira kuni Shvetsiyada oilangizni olib chiqdingiz, namoyish qildingiz. Shuningdek, mustaqillik yo'limizning mushaqqat ekanligini bilasiz. Mustaqilligimizga sizning ishonchingiz bormi? Muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqiga nima deganingiz bor? Maylamda biz dunyoniki qaysi yerda, masalan siz Amerikada yashayapsiz, men Shvetsiyada yashayapman. Nima demagan bilan bizniki yiltizimiz Sharq Turkistonda, ya'ni aziz vatanimizda. Dunyoning qaysi yerda yashayli, yiltizimiz
qo'mirib etilsa, yeltisiz daraxt qurib qolgandek, biz chet eldagi Sharq Turkistonliklarningmi jismimizdan boshqa tavalligimiz qurib tugaydi. Buni Xitoylar oldi burildi planlab, yeltizimizni qo'mirib tashlab, Sharq Turkistondan iborat ajdodlarimizning bizi qoldirgan jonu-jon muqaddas mirosimizni taltukis yutib olish planini amalga oshirish uchun jon jahli bilan tirishibdi. Bundaq ahvolda biz diaspora turib, yilda 2 qatim namoyish qilib qo'yish bilan, u yerda bu yerda yig'inga qatnashib qo'yish bilan yoki nima talab qildiganligimizni bu ochiq deyolmay yig'lab o'tab kelsak, Xitoylar bizdan nachasi ko'p ham qo'lida iqtisod va nihoyat tez yutib oladi. Shuning uchun bu mustaqilligimizni asliga keltirish yo'li intayin jafo mushaqqat bo'lsa-mu, dunyoda eng sharafli yo'lning biri mushu. Her ishkil dunyoda sharafga erishtiradigan yo'l. Buningsiz-mu yeb ichib o'ynab yurib o'tib ketsakmi o'tadi bir kun. Unda o'tganning o'rniga bir kun iymonim bilan yashay desak, vatanni, shu vatandagi xalqimizni bir kun unutib qolmasligimiz kerak. Har kunda qo'limizdan kelishicha tirishchilik qilishimiz kerak. Endi vatanning mustaqilligiga ishonch bormi degan vaqtda albatta bor. Lekin bu necha odamning tirishib qo'yishi bilan bu amalga oshmaydi. Tarixga qaraydigan bo'lsak, nurg'un imperatorlik qurilib, imperiyalik qurilib, bir necha odamning bosh qo'shishi bilan nurg'un imperiyalar o'rilib, parchalanib, nurg'un davlatlar qaytadan mustaqil bo'ldi. Bizniki ishimizmi inshaalloh barliq Sharq Turkistonliklar uyg'ongan vaqtida har bir Sharq Turkistonlik Sharq Turkistonni qayta mustaqil qilishga umidni qat'iy uzmasdan, men bir Sharq Turkiston fuqarosi Sharq Turkistonning suyini yeb, suyini ichib cho'ng bo'ldim. To'mirimda eqiyotgan qon shu tuproqdan kelgan. Men shu Sharq Turkiston qarzdor. Men bir odam qolg'ucha mustaqilligim uchun kurash qilaman deydigan ruhni turg'izishi va shundoq ruh turg'iza olganda har qanday ahvol ostida voz kechmaydigan ham bosh egmaydigan jasur bir ruhga ega bir gavda borliq keladi. Shundala tirishchiligimizni to'g'ri yo'nalishda izchil davomlashtira olsak, ya'ni Sharq Turkiston surgundagi hukumatimizning atrofiga tashkilot sifatida yoki shaxs sifatida bo'lsin zich uyushib, hukumatimizning yo'l yo'riqlarining amallashishiga kuch chiqarsak, yiltizimizni saqlab qolishga ishonch turg'izildi. Buning misoli dunyo tarixiga qaraydigan bo'lsak, kuchlik imperiyaning qat'iy voz kechmaydigan ojiz millatlar tarafidan og'dirib etilganligini, yetmoqchi bo'lgan g'oyasidan qat'iy voz kechmaydigan bir necha insonlar tarafidan kuchlik imperiyalarning qurilganligini bilamiz. Masalan, Hitler, Mao Zedongga o'xshash. Hozirgi bir misol olsak, 2 yilning oldida Rossiyadan iborat dunyoning 2-darajalik harbiy kuchiga ega bir imperiyaning Ukrainaga hujum qilib 2 yilga suzilgan urushda g'alaba qila olmaganligiga shohid bo'lib turibmiz. Xitoy hozir ham dunyoga kuchli bir davlat bo'lib ko'rinishga iqtisodiy kuchiga tayinib tirishayotgan bo'lsa-mu, o bir qog'oz yo'lvoz Xitoy. U Xitoyning u qadar qo'rqib ketishning hojati yo'q. Rost qog'oz yo'lvoz. Bu tarixda buning misollari ko'p, qog'oz yo'lvozlik misoli. Bu bizdeki acizlik. Biz Xitoydan qo'rqmasaqlar, biz cho'qim mustaqil bo'lamiz. Xitoy bir qog'oz yo'lvoz. Vayron bo'lgan yo'lchilarmi oz emas. Shunlashqa barliq qarindoshlarimizdan umidimiz shuki, texim jasur bo'laylik.
voy endi biz erkiy qirg'inchilikqa uchrab ketdik. Voy bak qiryapti bizni, kuchimiz yetmaydi deb ümitsiz bo'lishning o'rniga jasur bo'laylik texim. Texim tutturayli. Texim qarshilik ko'rsatayli qo'limizdan kelishicha. Mustaqilligimizni qayta asliga keltirish yo'lida har qanday badalni sharaf deb bildigan qahramon millatga aylanaylik. Shundala har ikki dunyoda yuzimiz yo'riq bo'ldi. Muqaddas vatanimizning mustaqilligi asliga keldi. Men shuni deyman endi xalqimizga. Sal egri gassimi. Rahmat. Haqiqatan bizning mustaqillikqa ishonchimiz bor. Buning uchun hammamiz o'zimiz qalbimizdan oldi bilan bu irodani tiklashimiz kerak. Siz deganingizdek mustaqil bo'la olmaymiz. Bu bizning haqqimiz deb turib tirishsak, bir kuni bu mustaqilligimiz qo'limizga keldi. Agar mustaqilligimiz qo'limizga kelmasa, hech qanday bir yo'l, o'ttir yo'l, boshqalarning da'vatgan har qanday bir yo'li bizga hech qanday nijotlikka kelmaydi. Faqat bizni yo'qotadi. Bu millat yer shardan yo'qilimiz, bu zamin yer sharda haqning zaminiga aylandi, tarix betidan o'chirilamiz. Bu unda oddiylar ma yo'lni tutsak bo'ladi, ani tutsak bo'ladi, man desak bo'ladi, ani desak bo'ladi deb talishadigan ish emas. Bo'lsa, shu bizningki shu programmani ko'rayotganlar odatda Facebook chiqadigan Burxon Muhammadningki bir yozmalari bor. O'qib baqsak, bir millat o'zini qutqizish uchun cho'qim tafakkur qilish kerak, muhokama qilish kerak, o'ylanish kerak. O'tirish tillabli qo'ysa şey olmaydi. Shundaq bir maqolalarni yozib, o'zingizning fikrini e'lon bir bayon qilib baqing, haq anglab baqsin, o'ylanib baqayli, tafakkur qilib baqayli. Men bu Burxon Muhammadningki maqolalarini o'qidim, nayt ta'sirlandim. Uningdagi logikalik, uningdagi mantiqi nayt chunqur, boshqalarning o'qib chiqishini va o'ylanib baqishini umid qilaman. Undan keyin bizning Sharqiy Turkiston surgun hukumati shu bizning mustaqilligimiz uchun bu bizning birdan bir irodamiz yetmoqchi bo'lgan nishonimiz deb turishayotgan bo'lgandan keyin biz butun xalqningki bizga yordam berishini, biz bilan bir sap turishini umid qilamiz. Qo'linglar yanchiq qilsa yaqin bo'lsin, iyon aymanglar. Biz xizmat ishlayli, sizlar yordam olinglar. Bugun Abdushkir afanimga ko'pdan ko'p rahmat. Beshiga nurg'un zulm kelib, bir umrni vatanninki o'rlik uchun, o'z xalqininki baxt uchun sarf qilgan Abdushkir afandim mana bizga ishki ministr bo'lib turibdi. Biz shunday o'rtaq sapda tirishimiz, vatanning a'tisi uchun kurash qilamiz. Bugun mushu suhbatga vaqtinglarni sarf qilgan hammanglarga rahmat. Allohga omonat. Kelar qatimliq suhbatimiz e'londa bo'ladi. Diqqat qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Xayr xo'sh sizga. Rahmat.